Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi shiori ostida tashkil etilgan umumxalq xayriya hashari Jizzax shahridagi Do'stlik uyida ham uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Hasharda viloyatimizda faoliyat yuritayotgan milliy madaniy markazlar a'zolari, turli millat vakillari faol ishtirok etishdi. Hasharda atrofning chiqindilardan tozalanishiga va dov-daraxtlarning tartibga keltirilishiga alohida e'tibor qaratildi. Quvonarlisi, ushbu xayrli ishlarda yoshlar ham mehnat qilishdi. Bo'sh maydonlarga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Turli yerler, millet asman aslında bir semiyedemini jasab atırımız. Buna tezcisizigen buna daraklardan af geldim. 30 üçün. Kağandarı buna gilas yegi batır, ancir yegi batır. Bunun bärligi dostluktun belgisi bizlerde ayset. Kosulup yekken ağaç, orman ıntımağı buzulmaytın korgan deydi. Bu birlik bolsa, tirlik bolat, ıntımak, birlikte dostluktun belgisi koşurağımna. Bir semiyede isteyatırımız mene, elbasımızga rahmet mene, prezidentimizin arkasında mene yengbek etip isteyatırımız. Hashar davomida devorlar va daraxtlar oqlandi, yo'l chetlariga turli gullar ekildi, hudud begona o'tlardan tozalandi va yanada fayzli maskanga aylandi. Bino atrofi, yo'l va ariqlar, guzar va maydonlar yanada ko'rkamlashtirildi. Viloyatimizning hamma joylarida umumxalq hashar bo'lib o'tyapti. Hashar shu millatlar o'rtasida do'stlikni yana bir kuchaytirishga bir o'z hissasini qo'shadi. Chunki mana bugun hamma bir yaxshi kayfiyatda, birov gilos olib kelgan, birov manzarali ko'chatlar olib kelgan, gul olib kelgan. Do'stlik uyining yonida do'stlik bog'i tashkil etildi, kichkina bo'lsa ham. Mana shu bo'layotgan viloyatimizdagi, qolaversa mana shaharimizdagi obodonchilikka bir ozgina bo'lsa ham bir hissa bo'lsa, biz xursand bo'lardik. Bu kabi umumxalq tashabbuslari nafaqat mahallalar, ko'chalar va tashkilotlar qiyofasini yanada ko'rkam etib, bayram shukuhini oshirmoqda, balki aholida hamjihatlik, mehr-oqibat tuyg'ularini ham kuchaytirmoqda.